Assalomu alaykum hammaga. Kriptovalyuta bozorining tahlillerini davom ettiramiz. Bitcoinlarni yana sotib oldim. Burada stop loss edi, qayta olindi, foydador sotib olildi. Buni endi o'chirib olsam ham bo'ladi. Sababini tushuntirib beraman. Xo'p, bizda mana shu tahlil bo'yicha ko'tariladi degan analizimiz bor edi, lekin buni qarasam pastda CoinGlassda anchagina yana likvid yig'ilib qolibdi. Endi bu bitta sabab, asosiy sabab texnik baribir. Bu yoqda hozir hitmapni ko'radigan bo'lsak, bir oylik o'tkazaman. Yaxshi ko'riladi. Ya'ni yaxshilab qaraydigan bo'lsak, bizda Bitcoin shunaqangi korreksiya bilan mana bu low'da olib turib keyin chiqish ehtimoli ham bor ekan. Bu endi tahlil, ya'ni misol uchun riskot qiymatdan foydani sotib oldim. Lekin efirimiz yaxshi turibdi. Xo'p, ta'sir qiladimi? Qanaqa bo'ladi? Xo'p, biz mana bu bo'yicha ham chiqib ketishimiz kerak edi, tahlil bo'yicha mana chiqib ketishimiz kerak edi. Lekin men bu joyda qiynalayotganligini hisobga olganda va ko'ngilga kiradigan bo'lsam, endi mana shuni tagida ham mana 102 minglar atrofigacha yaxshigina likvid zona bor ekan. Va yaxshilab qarasak, bu yoqda bizda shunaqangi korreksiya ham shakllangan. Buni ham hisobga oladigan bo'lsak, nima deydi? Ehtimol bo'lib turibdi-da, o'sha holatda yana shu ehtimol bo'lib turibdi. Ko'tarilib ketsa, navrot nur ustiga a'lo nur. Ko'tarilib ketish ehtimoli ham bor, yo'q emas bu joyda. Chunki analizlarni qo'yadigan bo'lsak, mana bu joyda ABC korreksiyamiz, keyin bu yoqda ham ABC chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Bu narsa ham bor. Faqatgina mana bu shuni ham hisobga olib qo'yaylik deyapman. Shuning uchun agar mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa, ba'zi ko'yinlarda yaxshi vaziyatlar shakllanadi. Masalan, i16z ga kiradigan bo'lsam, imенно bu naqamizda, aktivimizda ham mana shu narsa bozoriga narxlanganga o'xshab turibdi, ya'ni. Bunda ham o'sha holat. Mana XBT da ham xuddi o'sha holat ko'radigan bo'lsak, ko'p ko'rinadi mana shunaqa vaziyatlar to'g'ri kelib turibdi. Shuning uchun bu narsani ham nazardan chetga chiqarmayapmiz, albatta hisobga olib qo'yamiz bu holatda ham. Bitcoin zo'r emas, lekin efir zo'r bo'lib turibdi. Hozir juda ham ko'p xabar, mana postlar ham qo'yamiz. BlackRock sotib olyapti, boshqa bo'lyapti. Bundan tashqari efirni Bitcoin bilan grafikni ko'radigan bo'lsak, uje breakout. Buni o'tgan safar chizgandim, hozir buni qaytadan chizishyapti ko'pchilik. Mana bunaqangi naqalar ham, tahlillar ham qilinyapti. Mana tipa breakoutga yaqinlashyapti. Mana A, B, C, D, E bo'lib otishimiz mumkin. Ya'ni bu grafik nima desangiz, efir Bitcoin pari. Bu degani siz Bitcoinga efir sotib olasiz. USDT da o'rniga mana Bitcoinga efir sotib olinadi. Xo'p, bu nimani ko'rsatadi desa, narxi ham 0.02 anaqa 24 turibdi. Bu ko'tariladigan bo'lsa, demak Bitcoinga nisbatan efir yaxshiroq yurishni boshlayapti degan. Masalan, shuncha payt efir yaxshi yurmadi, Bitcoin ko'tarildi, shuning uchun bu grafik tushib keldi, polностью tushib kelgan. Ana endi efirda ob'yom kiryapti, efir ko'tariladigan bo'lsa, efir o'shanda demak Bitcoinga nisbatan yaxshiroq yuradi degan tahlilni beradi. Va o'zini efir grafikini ham qarasak, yaxshigina siqilib kelyapti. Bu ham aytgandek otishi mumkin. Oylik time frame buni ko'rsatgandim. Demak, narx siqilib kelyapti akalar. Ishlab olish imkoni bo'ladi deb, chunki BlackRock olyapti, boshqasi efirlarda hozir olishyapti. Skupit qilinyapti. Bu mana o'sha sabablardan biri. Ikkita texnik sabab. Va unchayin boshqa sabablarni aytib o'tdim. Buni postlarni ham kanallarimizga joylab boramiz. Telegramda ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar Bitcoin bo'yicha holatimiz kutayotgan. Xo'p, bundan tashqari Bitcoinni baland targetlab berishyapti yil oxirigacha. Mana qancha? I think that there is a lot of upside to year end. Yil oxirigacha 150-200 ming, 250 mingga ham chiqishi mumkin deb tahlil beryapti. Xuddi o'sha narsani biz bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, masalan, Bitcoin sikl. Bu safargi siklimiz, ya'ni grafiki bu yog'iga qaramaymiz, chunki bu yog' hali bo'lmagan. Biz sikl olib qo'yilgan. Xo'p, hozirgi narxi 111 ming atrofida yurimiz, 105 ming biz atrofida bu korreksiyada turibmiz mana. Mana shu joyda turibmiz biz, to'g'rimi? January May atrofida
bizni hozirgi vaqtimiz ekan. Imенно shu joy. Qarasak, xuddi 5 tavanlardan chiqayotganga o'xshaydi yuqoriga. Imенно mana shu narsani biz o'tgan kungi tahlilimizda daily deydi, adashmasam, ko'rsatgandik. Mana bu holatda. 1 2 3 4 5 kolleksiyamiz bilan keyin yetib olardik 200 minggacha. Chiqib turadi. Imенно o'sha narsani mana shu grafikda ham ko'rishimiz mumkin holatini. Bu yerda sal anaqaroq ketgan, men bu kolleksiyani hisobga olishmagan. Bizning kolleksiyamizda bu ham hisobga olingan. Mana bu grafikimizda hisobga olingan. Mana bu joy. Orada yana ozgina avgust oylari menimcha qiynalib yurib turib, keyin sentyabrda boshlari yo keyin uje anaqaga oktyabrga oxir 200 ming ursak kerak deb turman. Bu bizning eng pozitiv best case ssenariyo hisoblanadi bizda. Bundan tashqari MVRZ score bor, market value to realized value deyiladi, ya'ni bozorda qiymati bilan realizatsiya qilingan qiymat. Realizatsiya degani siz yo foydani yoki zararni sotasiz degani. Misol uchun foydangiz turibdi-da, foydani yechib olsangiz, u realizatsiya qilingan foyda hisoblanadi. Va bu grafik asosan bozor eng piklarni ko'rsatishga yordam bergan har doim. Mana bu nima degani? Endi bozor narxi baland nuqtaga yetganda ko'pchilik foydani olib ketishni boshlaydi bozordan. Va bizda hali beri bu Z-skorimiz tepaga nima bo'lmadi, chiqmadi. Hali bor, potensial bor degan tahlilda, o'nchilik tahlilda beryapti. Shunaqa, S&P 500 bo'yicha hali ko'p joy qolmadi tepaga ko'tarilishga deyilyapti. Buni Morgan Stanley, bilasizlar, eng katta moliyaviy gigantlardan, Amerikaning asoslaridan biri. JP Morgan, Morgan Stanley, yana nima bor edi? Bank of America va boshqalar. S&P 500 ni ko'radigan bo'lsak, men aytganim, hech bo'lmaganda all time high olamiz deganman. Mana shu atrofda agar o'tib olsa yurganda deganman. Hafta tahlilimiz bo'lgan. All time high olishga harakat qilyapti. Hech bo'lmagan all time high ili yana ham balandroq nima bo'lishi mumkin, chiqishi mumkin. Keyin men ham qolganlarga shu albatta shunaqangi korreksiya kutyapman. Keyin yana ketishimiz mumkin bo'ladi. Bizda keyin bunaqangi running flat patternimiz shakllanib ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Bu bizda hozir kutayotgan holatimiz bu ham bitta tahlil. Shunaqa gaplar Bitcoin va altcoinlarda efirga fokus qaratganman deb anchadan beri aytayapman. Efir deb kelaman. Mana bu oxirgi ochilgan bitta pozitsiya ham, pastroqdan olganimiz ham bor. 3-4 ta pozitsiyalar qilingan. Xudo xolasa mana qarshilik zonasi turibdi. 2800, 3000 va 3200 target kutilyapti hozircha. Birinchi target, keyingisi 3500 target hisoblanadi. Bu bizni o'sha take profit oladigan holatimiz hisoblanadi, xudo xolasa. Imенно bu efir Bitcoin dominansiyasini tushiryapti hozir, chunki Bitcoin tushgan bilan efir ushab turibdi, demak Bitcoin dominansiyasi tushadi. Ya'ni bizda shunaqangi sikl bor. Bitcoin dominance and altcoins. Kerak emas edi. Unda o'tamiz. Qaranglar. Agarda Bitcoin dominansi tushib, Bitcoinning o'zi ham tushadigan bo'lsa, altcoinlar stabilni turib turadi. Va shu holatda Bitcoin sal oshib bersa, altcoinlar o'tib boradi. Bizda hozir mana shu faza bo'lyapti, ya'ni Bitcoinda dominans tushyapti, Bitcoin narxi tushyapti, lekin altcoinlar tushmayapti. To'g'ri, mayda coinlar tushyapti, lekin efir tushmayapti. O'sha hisobiga Bitcoin dominans sekin-sekin tushib boryapti. Bu albatta yaxshi signal hisoblanadi bizning bozorimiz uchun. Xo'p, altcoinlardan ko'rib chiqamiz. Arbitrumga pozitsiya qilgandik. Arbitrum targetlar bilan berganman VIP gruppaga. Agar sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, trading qiziqyapsizmi, ishlamoqchimiz, albatta riskovat qilishni ham o'rganing. Foyda zararlar bo'ladi. Buni tabiiy tushunish kerak. Zararlar bizda ham bo'ladi. Masalan, yaqinda ikkita coinlar zarar deyaptik. Grasimiz zararda turibdi. Buni men olib olganman. Yana qo'shmadim hali beri, qo'shishim ham mumkin. Qo'shmasligim ham mumkin masalan. AXBT foyda deydi, hozircha tushib turibdi, ikkinchi boy olgan joyimizda turibdi, ham qiynalyapti, lekin buni ham turibmiz, ushab turibmiz. ADA 3 kunlik time frame'da otishga tayyorgarlik qilyapti, menimcha yaxshi siqilib kelgan. Buni ham bitta ko'rishinglar mumkin, ishlamoqchilar bo'lsa. Va hokazolar. Qolgan coinlardan albatta anaqaga beryapmiz, web gruppaga berib boryapmiz.
Aytganimdek, FED ushlab turibman. Targeti 1.618 bilan 1.70 necha ekan? 1.30 bilan 1.70 atrofida kutyapman hozircha. 30-40% olib chiqish maqsadimiz bo'lib turibdi bundan ham. 70-60% olib ketmoqchimiz xudo xolasa. Shu bizning tahlillardan ko'nlarni albatta hammasini berishga ulgurmaymiz, gruppaga beryapmiz. Community arzon qilingan, arzimagan pul qilingan, lekin juda ham ko'p ma'lumot berilgan. Qiziquvchilar bo'lsa albatta nima qilish kerak? O'tib o'rganishni maslahat beraman. Shuncha narsa berilgan, lekin buni ham olmaydigan bo'lsa odamlar endi bilmadim. Bunda tradingni umuman chiqib ketsa ham bo'laveradi. Ishlamay qo'ysa ham bo'laveradi. Shuncha ma'lumot bor. Biz o'rganganimiz bu narsalar bo'lmagan. Qaniydi bo'lganda shunaqangi ma'lumotlar afsuski shu darajada bo'lmagan. Tahlillarimiz shu, sizlar bilan keyingi tahlillarda ko'rishguncha.